Assalomu alaykum. Hurmatli pensiya oluvchilar, yaqinlari pensiyada bo'lgan farzandlar va pensiya hujjatlari bilan shug'ullanayotgan yurtdoshlar. Bugun men juda muhim ogohlantirishni tushuntirib beraman. Ayrim hujjatlar bo'lmasa, ustama, qo'shimcha to'lov yoki pensiyaga qo'shib hisoblanadigan ayrim imtiyozlar rasmiy tartibda hisoblanmasligi mumkin. Bu gap hammani qiziqtiradi, chunki ko'p odam mening huquqim bor-ku deb o'ylaydi. Lekin huquqni tasdiqlaydigan hujjat bo'lmasa, tizim avtomatik ravishda pul qo'shib bermaydi. Men bugun masalani oddiy tilda misollar bilan, qaysi hujjat kerak, qayerga borish kerak, kim xavotir olishi kerak, kimda esa muammo bo'lmasligi mumkin, barchasini bosqichma-bosqich aytib beraman. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik hujjat yetishmagani sababli oyma-oy pul yo'qotish holatlari uchraydi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar pensiyadagi ota-onangiz, bobo-buvingiz yoki o'zingiz uchun juda kerak bo'lishi mumkin. Avval qanday bo'lgan? Ko'p yillar davomida odamlar pensiya tayinlatayotganda yoki pensiya ustama so'raganda mehnat daftarchasi, harbiy xizmat hujjati, nogironlik ma'lumotnomasi, orden medal guvohnomasi, qaramog'idagi shaxslar haqidagi ma'lumot, ish haqi arxivi kabi hujjatlarni olib borardi. Mutaxassis hujjatlarni ko'rib chiqardi, hisob-kitob qilardi, keyin pensiya summasi belgilanardi. Ayrim holatlarda odamning o'zi ham aniq bilmas edi, qaysi davr stajga kiradi, qaysi mukofot berilmagan, qaysi mukofot ustama beradi, qaysi guvohnoma asos bo'ladi, qaysi biri asossiz bo'lmaydi. Hozir esa ko'p jarayonlar raqamlashtirilgan. Davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashinuvi kuchaygan, elektron bazalar ishlayapti. Ayrim ma'lumotlar avtomatik ko'rinadi. Lekin mana shu yerda eng katta xato paydo bo'ladi. Odamlar hammasi bazada bo'lsa kerak deb o'ylab hujjat topshirmaydi. Aslida esa hamma ma'lumot ham bazada to'liq emas. Ayniqsa eski yillardagi ish staji, tugatilgan korxonalar arxivi, kolxoz, sovxoz davridagi ishlar, harbiy xizmatdagi ayrim davrlar, farzand parvarishi, nogironlik guruhi, alohida unvon yoki mukofotlar haqida ma'lumotlar bazada noto'liq bo'lishi mumkin. Men ekspert sifatida eng avvalo shuni aytaman. Pensiyada pul faqat og'zaki aytilgan gap bilan qo'shilmaydi. Men falon joyda ishlaganman. Mening medalim bor edi. Men qaramog'imda nabiramni boqaman. Men og'ir sharoitda ishlaganman degan gaplar o'z-o'zidan hisob-kitobga kirmaydi. Buning uchun rasmiy hujjat bo'lishi kerak. Hujjat bo'lmasa, mutaxassis ham sizga qo'shimcha hisoblab bera olmaydi. Chunki har bir so'm asos bilan chiqariladi. Endi kimlar ko'proq e'tibor berishi kerakligini batafsil aytaman. Birinchi navbatda pensiyaga endi chiqayotganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, bir fuqaro 30 yil ishlaganman deb hisoblaydi. Lekin elektron tizimda faqat 24 yil ko'rinadi. Nega? Chunki 1995 yildan 2000 yilgacha ishlagan korxonasi yopilgan. Ma'lumotlar to'liq kiritilmagan. Mehnat daftarchasida muhr-xira buyruq raqami aniq emas. Agar u odam arxivdan ma'lumotnoma olib kelmasa, 6 yil staj hisobga kirmay qolishi mumkin. Bu esa pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Ba'zan oyiga 100 ming so'm, 200 ming so'm, hatto undan ko'proq farq bo'lishi mumkin. Bir qaraganda kichikdek tuyuladi. Lekin bir yilga hisoblasak 1 million 200 ming yoki 2 million 400 ming so'm bo'ladi. Ikkinchi guruh. Hozir pensiya olayotgan, lekin qo'shimcha huquqi borligini keyin bilib qolgan odamlar. Masalan, pensioner ayol 3 nafar farzandni tarbiyalagan, ayrim davrlarda ishlamagan, farzand parvarishi bilan shug'ullangan. U bu davr stajga kirmaydi deb o'ylashi mumkin. Lekin qonunchilikda ayrim parvarish davrlari belgilangan tartibda hisobga olinishi mumkin. Biroq buning uchun tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar, zarur bo'lsa arxiv ma'lumotlari kerak bo'ladi. Hujjatlar bo'lmasa, men farzand tarbiyalaganman degan gapning o'zi yetarli bo'lmaydi. Uchinchi guruh, nogironligi bo'lgan pensionerlar yoki nogironligi bor oila a'zosini parvarish qilayotganlar. Bunday holatlarda ayrim to'lovlar, imtiyozlar yoki pensiya turini qayta ko'rib chiqish masalalari paydo bo'lishi mumkin. Lekin nogironlik guruhi, muddati, tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi xulosasi, parvarishga muhtojlik haqidagi rasmiy ma'lumotlar bo'lmasa, hech qanday ustama avtomatik qo'shilmaydi. Masalan, fuqaro mening turmush o'rtog'im birinchi guruh nogiron, men uni qarayman deydi. Bu juda og'ir va hurmatga loyiq holat. Lekin pensiya organi uchun rasmiy asos kerak, nogironlik ma'lumotnomasi. Birga yashash yoki qaramog'ida ekanini tasdiqlovchi hujjat,
zarur hollarda mahalla yoki tegishli tashkilot ma'lumotlari. Hujjat to'liq bo'lmasa, ariza ko'rib chiqiladi, lekin ijobiy qaror chiqmasligi mumkin. 4-guruh. Urush qatnashchilari, front orti mehnatkashlari, alohida unvon yoki davlat mukofotlari bo'lgan fuqarolar. Bu toifada juda ko'p tushunmovchilik bo'ladi. Hamma medal ham pensiyaga ustama bermaydi. Hamma faxriyorlik ham qo'shimcha to'lov uchun asos bo'lmaydi. Rasmiy ro'yxatda belgilangan mukofot, unvon yoki maqom bo'lsa, uning guvohnomasi, tegishli qaror yoki tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Masalan, odamda mehnat faxriysi degan ko'krak nishoni bor. Lekin bu nishon qaysi tartibda berilgan, qaysi hujjat bilan tasdiqlangan, u pensiya ustamasiga asos bo'ladimi yoki faqat faxriy maqommi? Mana shuni aniqlash zarur. Shunchaki nishonni ko'rsatish yetarli bo'lmasligi mumkin. 5-guruh zararli og'ir yoki imtiyozli mehnat sharoitida ishlaganlar. Masalan, konchi, payvandchi, kimyo ishlab chiqarishda ishlagan xodim, issiq sex ishchisi. Tibbiyotning ayrim yo'nalishlari, ta'lim yoki qishloq xo'jaligidagi ayrim ishlar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda eng nozik masala lavozim nomi va ish sharoitining hujjatda qanday yozilgani. Fuqaro men zararli joyda ishlaganman deydi. Ammo mehnat daftarchasida faqat ishchi deb yozilgan bo'lsa, bu yetarli bo'lmasligi mumkin. Kerakli hujjatda lavozim, sex, ish turi, buyruq, davr, ish sharoiti aniq ko'rsatilishi kerak. Birgina noto'g'ri yozilgan lavozim nomi ham imtiyozli stajni hisoblashda muammo tug'diradi. Keling oddiy misol qilaman. Ahmad aka 62 yoshda. U 1994 yildan 1996 yilgacha zavodda payvandchi bo'lib ishlagan. U o'ylaydi, men payvandchi bo'lganman, demak imtiyozli hisoblanadi. Pensiya organiga borsa, mehnat daftarchasida 1904 yilda ishga qabul qilingan. 1996 yilda bo'shagan deb turibdi. Lekin lavozim bir joyda elektr gaz payvandchi, boshqa joyda ta'mirlash ishchisi deb yozilgan. Arxivdan lavozimni tasdiqlovchi buyruq va ish sharoiti haqida ma'lumotnoma olinmasa, butun davr imtiyozli tartibda qabul qilinmasligi mumkin. Natijada Ahmad aka kutgan miqdordan pastroq pensiya oladi. Bu uning haqidan voz kechilgani emas, bu hujjat yetishmagani oqibati. Yana bir misol. Dilbar opa Irimdagi yil maktabda ishlagan. Unga pensiya tayinlanganda ayrim yillar hisobga kirmagan. Chunki u bir maktabdan boshqasiga o'tganda buyruq sanalarida uzilish bor. Aslida u ishlagan, dars bergan oylik olgan. Lekin hujjatda 2 oy bo'shlik ko'rinadi. Agar u xalq ta'limi bo'limi arxividan ma'lumotnoma olsa, eski buyruqlarni toptirsa, o'sha davr tiklanishi mumkin. Aks holda tizimda ko'rinmayotgan vaqt stajga qo'shilmaydi. Bu yerda odamning xotirasi emas, hujjat hal qiladi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning barcha ish stajingiz elektron bazada to'liq ko'rinsa, mehnat daftarchangizdagi yozuvlar aniq bo'lsa, familiya o'zgarishi bo'yicha hujjatlar joyida bo'lsa, nogironlik yoki mukofot bo'yicha ma'lumotlar tegishli bazada tasdiqlangan bo'lsa, ortiqcha vahima qilish shart emas. Lekin baribir men tavsiya qilaman. Bir marta pensiya hisobingizni tekshirtiring. Chunki odam o'zi ham bilmagan huquqqa ega bo'lishi mumkin yoki aksincha hujjatdagi kichik xato kelajakda muammo keltirib chiqarishi mumkin. Endi istisnolar. Tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarni tushuntiraman. Birinchi noziklik, hujjat bor, lekin yaroqsiz bo'lishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasida muhr o'qilmaydi, sana ustidan tuzatish qilingan. Lavozim nomi qisqartirib yozilgan, tashkilot nomi noto'g'ri ko'rsatilgan. Bunday hujjatni mutaxassis qo'shimcha tekshiruvsiz qabul qilmasligi mumkin. Bu odamni qiynash uchun emas, keyinchalik tekshiruvda noqonuniy hisob-kitob chiqib qolmasligi uchun qilinadi. Ikkinchi noziklik, familiya, ism yoki otasining ismi o'zgargan bo'lsa, zanjir uzilmasligi kerak. Masalan, qiz familiyasida ishlagan ayol keyin turmushga chiqib familiyasini o'zgartirgan. Mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjat bo'lmasa, pensiya organi bu hujjat aynan shu odamga tegishli ekanini tasdiqlashda qiynaladi. Ba'zan odam bu meniki-ku, rasm ham bor deydi. Lekin rasm yetarli bo'lmasligi mumkin. Ismda bitta harf farqi ham muammo tug'diradi. Mavluda va mavluda, Abdug'ani va Abdug'ani, O'ktam va O'ktam kabi yozuvlar albatta tekshiriladi. Uchinchi noziklik, arx hujjatlari topilmasa nima bo'ladi? Bu juda og'riqli masala. Korxona yopilgan, arxiv topshirilmagan, hujjatlar yo'qolgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda qonunchilikda ayrim tasdiqlash yo'llari bo'lishi mumkin, lekin ular ham
tartib bilan amalga oshadi. Masalan, ish haqi vedomoslari, buyruqlar, kasaba uyushmasi hujjatlari, soliq yoki sug'urta ajratmalari ma'lumotlari sud orqali faktni aniqlash kabi yo'llar ko'riladi. Lekin yana takrorlayman, falonchi meni ko'rgan, birga ishlaganmiz degan guvohlik har doim ham yetarli bo'lavermaydi. Guvohlar faqat qonunda ruxsat etilgan holatlarda va belgilangan tartibda yordam berishi mumkin. 4-noziklik. Barcha qo'shimcha to'lovlar bir-biriga qo'shilib ketavermaydi. Odamda bir nechta asos bo'lishi mumkin, lekin qonunda ayrim ustamalar bir vaqtda berilmasligi, bir tanlanishi yoki ma'lum chegarada hisoblanishi mumkin. Masalan, nogironlik bo'yicha bir turdagi to'lov olayotgan fuqaro boshqa turdagi ustama ham avtomatik qo'shiladi deb o'ylaydi. Aslida har bir to'lovning o'z sharti bor. Ba'zi holatda pensiya turini o'zgartirish foydali bo'ladi. Ba'zi holatda esa eski tartibda qolish ma'qul. Shuning uchun ariza berishdan oldin hisob-kitobni so'rab ko'rish kerak. 5-noziklik, ariza berilgan sana juda muhim. Ko'pchilik mening huquqim 2 yil oldin paydo bo'lgan, demak 2 yillik pulni qaytarib berishadi deb o'ylaydi. Amaliyotda esa ko'p holatda to'lovlar ariza va hujjatlar taqdim etilgan kundan yoki belgilangan tartibdagi sanadan boshlab hisoblanadi. Agar siz hujjatni kech topshirsangiz, oldingi oylar uchun pulni yo'qotishingiz mumkin. Masalan, pensioner 2023 yil yanvarda qo'shimcha ustama olish huquqiga ega bo'lgan, lekin 2024 yil dekabrda hujjat topshirgan. Shunda to'lov qaysi sanadan boshlanishi qonuniy tartibga qarab belgilanadi, lekin har doim ham 2 yil orqaga qaytib berilmaydi. Shu sababli keyin boraman degan odat pensiyada zarar keltiradi. 6-noziklik. Notarius tasdiqlagan nusxa ham asl hujjat o'rnini har doim bosa olmaydi. Ayrim holatda asl nusxa ko'riladi, nusxa olinadi, skaner qilinadi. Agar hujjatning asl nusxasi yo'q bo'lsa, uni bergan tashkilotdan dublikat yoki arxiv ma'lumotnomasi talab qilinishi mumkin. Masalan, medal guvohnomasi yo'qolgan bo'lsa, menda medalning o'zi bor deyish yetarli bo'lmasligi mumkin. Medalni kimdir sovg'a qilgan bo'lishi, merosdan qolgan bo'lishi yoki guvohnomasiz rasmiy tasdiqlash imkoni bo'lmasligi mumkin. Rasmiy guvohnoma, buyruq yoki qaror kerak. 7-noziklik, mahalla ma'lumotnomasi hamma narsani hal qilmaydi. Mahalla ma'lumotnomasi yashash joyi, oila tarkibi, ayrim ijtimoiy holatlar bo'yicha yordam beradi, lekin ish stajini, zararli mehnat sharoitini, davlat mukofotini yoki ish haqini tasdiqlab bera olmaydi. Masalan, mahalla falonchi 1990-yillarda zavodda ishlagan deb yozsa ham, bu zavod arxivi o'rnini to'liq bosa olmaydi. Har bir hujjatning o'z vazifasi bor. 8-noziklik. Pensiya hisobida ish haqi ma'lumotlari katta rol o'ynashi mumkin. Ba'zi odamlar faqat stajga e'tibor beradi, lekin maosh ma'lumotini unutadi. Eski davrda yuqori oylik olgan bo'lsangiz, arxivdan ish haqi haqida ma'lumotnoma olish pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Lekin ma'lumotnomada oylar, summalar, tashkilot nomi, rahbar va buxgalter imzosi, arxiv rekvizitlari to'g'ri bo'lishi kerak. Taxminan shuncha olganman degan gap hisobga olinmaydi. Endi nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, mavjud hujjatlaringizni uyda tartibga soling. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarishi hujjati, harbiy bilet, diplom, nogironlik ma'lumotnomasi, mukofot guvohnomasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotlari, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari. Qaramog'idagi shaxslar bo'yicha hujjatlar, bularning hammasini alohida papkaga joylang. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni birma-bir tekshiring. Har bir ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, buyruq raqami, tashkilot nomi, lavozim nomi, muhr aniqmi, yo'qmi qarang. Agar bo'sh joy, xato, o'chirilgan yoki tuzatilgan yozuv bo'lsa, darhol shu tashkilotning huquqiy vorisi yoki arxivini qidiring. Tashkilot hozir mavjud bo'lsa, kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Tashkilot yopilgan bo'lsa, tuman yoki shahar arxiviga, tegishli vazirlik yoki idora arxiviga so'rov bering. 3-qadam, pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Mening pensiyam qayta ko'rib chiqilishi mumkinmi? Qaysi hujjatlar yetishmayapti? Qaysi davrlar hisobga olinmagan deb yozma yoki og'zaki maslahat oling. Ariza bilan murojaat qiling va qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki kvitansiyani saqlab qo'ying. Chunki murojaat sanasi keyingi hisob-kitobda muhim bo'lishi mumkin. 4-qadam, arxivga so'rov yozganda aniq yozing. Masalan,
Men 1987 yil mart oyidan 1994 yil iyun oyigacha falon zavodning falon sexida falon lavozimda ishlaganman. İşga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari lavozimim. Ish sharoitim va ish haqim haqida ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. Agar eski familiyangiz bo'lsa, uni ham yozing. Tug'ilgan sanangizni, pasport ma'lumotingizni, taxminiy davrlarni ko'rsating. Qanchalik aniq yozsangiz, arxiv xodimi shunchalik tez topadi. 5-qadam, hujjatni olganingizdan keyin uni darhol pensiya organiga topshiring. Uyda keyin olib boraman deb qo'ymang. Hujjat topilgan bo'lsa ham, u rasmiy ishga qo'shilmaguncha pulingiz o'zgarmaydi. Hujjat topshirganda nusxasini o'zingizda qoldiring. Qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxatni so'rang. 6-qadam, agar rad javobi berilsa, sababini yozma oling. Bo'lmaydi degan og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Yozma javobda nima uchun hisoblanmagani, qaysi norma asos bo'lgani, qaysi hujjat yetishmagani ko'rsatiladi. Shundan keyin siz xatoni to'g'rilashingiz, qo'shimcha hujjat olib kelishingiz yoki yuqori turuvchi organlarga murojaat qilishingiz mumkin. Ayrim hollarda sud orqali yuridik faktni aniqlash zarur bo'ladi. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Balki har bir yo'l tartib bilan yurilishi kerakligini tushuntiryapman. 7-qadam, yolg'on hujjat yoki tanish orqali qilib beraman degan va'dalardan ehtiyot bo'ling. Pensiya masalasida soxta arxiv ma'lumotnomasi, noto'g'ri staj, qalbaki guvohnoma juda katta muammo keltiradi. Bugun qo'shimcha pul chiqishi mumkin, lekin ertaga tekshiruvda aniqlansa, ortiqcha to'langan pul qaytarilishi, javobgarlik masalasi qo'yilishi mumkin. Faqat rasmiy yo'l bilan ishlang. Hujjatni davlat arxivi, tashkilot, vakolatli organ yoki qonuniy tartibda oling. 8-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p pensionerlar arxivga borishga qiynaladi. Internetdan foydalanmaydi, navbat kutolmaydi, hujjat yozishda adashadi. Agar sizning ota-onangiz pensiyada bo'lsa, ularning hujjatlarini ko'rib chiqing. Mehnat daftarchasini rasmga olib qo'yish, hujjatlarining nusxasini tayyorlash, arxiv manzilini topish, davlat xizmatlari markaziga olib borish. Bularning hammasi katta yordam. Ba'zan farzandning bir kunlik yordami ota-onaga oyma-oy qo'shimcha daromad olib kelishi mumkin. 9-qadam. Pensiya miqdori o'zgarganini tekshirib boring. Hujjat topshirilgandan keyin darhol natija bo'lmasligi mumkin. Ko'rib chiqish muddati bo'ladi. Lekin qaror chiqqach, yangi summa qachondan qo'llanayotganini, qaysi ustama qo'shilganini, qayta hisob-kitob qilingan yoki yo'qmi aniqlang. Agar siz kutgan summa chiqmasa, yana tushuntirish so'rang. Ba'zan hujjat qabul qilingan, lekin boshqa asos yetishmagan bo'ladi. Ba'zan esa hisob-kitobda texnik xato bo'lishi mumkin. Endi eng muhim ogohlantirishni yana bir bor aniq aytaman. Ustama yoki qo'shimcha to'lov uchun asos bo'ladigan holat hayotingizda bo'lishi mumkin. Lekin rasmiy hujjat bilan tasdiqlanmasa, u pensiya hisobiga kiritilmaydi. Bu adolatsizlikdek tuyulishi mumkin, lekin pensiya tizimida har bir to'lov hujjatga tayanadi. Shuning uchun men bilmasdim, menga aytishmagan. Men o'sha yerda ishlaganman degan gaplar o'rniga hujjatlarni to'plash, tekshirtirish va ariza berish kerak. Hurmatli yurtdoshlar, bugungi mavzuning mohiyati juda oddiy. Pensiya ustamasi, qo'shimcha to'lov. Imtiyozli staj yoki qayta hisob-kitob o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Buning uchun rasmiy asos kerak. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, nogironlik hujjati, mukofot guvohnomasi, ish haqi ma'lumoti, familiya o'zgarishi hujjati. Har biri o'z vaqtida topshirilmasa, siz haqli bo'lgan pulingizni kechroq olishingiz yoki umuman ololmasligingiz mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq hujjatlaringizni tekshiring. Ota-onangizning pensiya papkasini ko'zdan kechiring. Shubhali joy bo'lsa, pensiya bo'limi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Agar arxiv kerak bo'lsa, vaqtni boy bermang. Pensiyada har oy muhim. Har bir qo'shimcha so'm muhim. Ayniqsa dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat xarajatlari oshib borayotgan paytda. Agar sizda shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hujjat yetishmagan, qayerdan oldingiz? Pensiyangiz qayta hisoblandimi? Sizning tajribangiz boshqa pensionerlarga yordam berishi mumkin. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, ustama va hujjatlar bo'yicha yana aniq, amaliy va tushunarli ma'lumotlarni berishda davom etaman.